OIF odamdan odamga yuqishi mumkin. OIF bilan yashovchi shaxs boshqa odamlarga jinsiy aloqa orqali, qon orqali, masalan, birgalikda narkotik moddalarni ishlatishda shprits orqali onadan bolaga yuqtirishi mumkin. OIF uchun muntazam tekshiruvdan o'tish siz bilan jinsiy munosabatda bo'lgan barcha sheriklarda infeksiyani erta bosqichda aniqlash, davolashni ertaroq boshlash va OIF yuqishini to'xtatishga yordam beradi. Jinsiy sheriklar kimlar? Jinsiy sheriklar bu siz bilan jinsiy aloqada bo'lgan barcha odamlardir. Jinsiy sheriklar quyidagilar bo'lishi mumkin. Siz rasmiy nikohda bo'lgan erkak yoki ayol. Birga yashaysiz, lekin nikohingiz rasmiy ro'yxatdan o'tmagan. Doimiy yoki vaqt-vaqti bilan jinsiy aloqa qilasiz. Faqat bir yoki bir necha marta jinsiy aloqada bo'lgansiz. Pul evaziga jinsiy aloqa qilasiz. Boshqa turdagi jinsiy munosabatlar ham bo'lishi mumkin. Siz bilan jinsiy aloqada bo'lgan erkak yoki ayol sizga kim ekanligi muhim emas. Muhimi ular vaqtida OIFga tekshirilishi va musbat natijada ularning kerakli retrovirusga qarshi terapiyani boshlashi. Sizning tashabbusingiz bilan barcha jinsiy sheriklaringizni OIFga tekshiruvdan o'tkazish ularning sog'lig'i haqida g'amxo'rlik qilishingizni anglatadi. Qolaversa, biz bilan birgalikda OIF tarqalishini to'xtatishga hissa qo'shgan bo'lasiz.